ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar. Muborak oy suhbatlari ko'rsatuvining yana bir soni e'tiboringiz markazida. Ramazon oyining yana bir kuni hammamizga muborak bo'lsin deymiz. Alloh qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Va mana shu oydan unumli foydalanish maqsadida sizga taqdim etayotgan suhbatlarimiz, savol-javoblarimiz ma'rifatli, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Studiyamizning aziz mehmoni O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Eshmatbekovlar. Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Ko'rsatuvimizni yana bir sonada sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana shu o'tgan kunlar davomida Ramazonni hammamiz uchun ko'proq foydali bo'lishda beminnat xizmat qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Va mana shu umumiy islomiy ibodatlar, Ramazonda amalga oshiriladigan ibodatlar haqida suhbatlarni taqdim etib kelyapmiz. Bugun ko'pchilik mana shu Ramazonda masalan shu fatvo markaziga ham shu xususda ko'p savol berishar ekan, o'zingizga ham berishgan bu savollarni, bizga ham bot orqali kelyapti. Zakot haqida ko'pchilikda savol bor. Bugungi mavzuni zakotga bag'ishlasak, umumiy qilib zakot mollarni poklovchidir deya mavzu berdik. Aynan mana shu mavzu yuzasidan suhbatlashsak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Zakot o'z nomi bilan poklash ma'nosini ifodalaydi. Arab tilida zakot deb shu poklash, poklamoq degan ma'noni ifodalanadi. Aynan zakot degan bizni o'sha ibodat. Va faqat u ibodat, balki dinimizda arkoni. Mana shu ro'za, namoz, hajlar qatoridagi bir dinimizning rukni bo'lgan ibodat ham zakot deb nomlanadi. Nima uchun desak, bu zakot asosan mol bilan bog'liq. Moliyaviy ibodat deymiz. O'sha molni poklash uchun qilinadigan amalni zakot deyiladi. Demak, mol ham poklanishi kerak ekan. Vaqti bilan mol poklab turilishi kerak ekan. O'zi aslida u molni biz pokizasini, halolini topishlikka dinimiz buyurgan. To'g'rimi? Demak, molni faqat pokizasi, birovning haqqi aralashmagan, birovning o'sha nohaqlik bilan birovning haqqi kirib ketmagan tarzda mol topishlikka dinimiz buyurgan. Yana o'sha halol yo'l bilan topilgan mol ham vaqti bilan kir bo'lib qolar ekan. Ya'ni unda o'z-o'zidan kir paydo bo'lar ekan. Xuddi mana ozoda toza kiyim boshni kiyamiz, vaqt o'tib u kir bo'ladi. Uni biz poklashga muhtojmiz. Yuvamiz, tozalaymiz. Hamma narsada ham vaqti bilan tozalab turish kerak. Xuddi shunga o'xshab mol ham vaqt o'tgandan keyin, ma'lum bir muddat kirgandan keyin unda qaysidir darajada kir paydo bo'lib qolar ekan. O'sha kirini chiqarib tashaladi, shu bilan qolgan mol pok bo'ladi. Mana shuni otini zakot deyiladi. Shuning uchun bunga zakot deb nom berilganda. Endi molni kiri deb shu zakot, molning kiri degan ibora ham ko'p ishlatiladi. Qaysiki o'sha chiqarilgan zakot qismi. Zakotga chiqarilgan mol u o'sha asli molni kiri. Shuning uchun u kir
deganda biz uni undan jirkanadigan ma'noda emas. Bu molning egasiga nisbatan u kir. Undan poklanish kerak, tozalash kerak. Bunga halol emas. O'zini molini halolini yeyishga buyurgandek, endi u kir tomonini yeyishlik unga halol bo'lmaydi. Shuning uchun buni chiqarib yuborish kerak. U zakot qismi, chiqadigan qismi u birovning haqqi. Mana ikkinchi ma'noda aytadigan bo'lsak, o'sha bir yil davomida shu molda o'zganing, kambag'alning, muhtojning ham haqqi qo'shilib qoladi. Sekin-sekin ozgina-ozginadan qo'shilib, ma'lum miqdorga yetgandan keyin buni ma'lum qismi o'sha kambag'alning haqqi shu. Mani haqqim emas. Buni egasiga chiqarib berishim kerak deb o'sha haqni chiqarib olishlik bilan qolgan mol egasiga habba halol bo'ladi. Boshqaning haqqi bu yerda qolmaydi. Mana shu jihati bilan buni zakot deb nomlangan. Yana zakotning yana bir ma'nosi o'sish degan ma'nosi ham bor. Arab tilida bu bitta so'z bir nechta ma'noni anglatadi. Masalan, o'sha zakot deganda o'sish, numuvun deydi. O'sha o'sish degan ma'noni ham ifodalaydi. Qaysi jihati bilan bu zakotga bog'liq? Bunaqa ma'no bilan ishlatilganda o'sha zakotga tegishli tomoni bormi desak bor. Qaysiki o'sha zakoti berilgandan keyin mol o'sadi. Mol ko'payadi, unga baraka kiradi. Qaysiki Alloh taolo Qur'oni Karimda alohida bir o'sha ihson qilishga buyurish bilan buni ko'paytirib berishligini va'da qilgan va buni bir o'xshatgan. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallohu yudha'ifu liman yasha wallohu wasi'un alim deb Sura Baqarada aytadiki, Alloh yo'lida infoq ihson qilgan kishilar, ya'ni mollaridan zakotlarni yoki boshqa infoq ihsonlarni, sadaqotlarni qilgan kishilarning misoli xuddi bug'doyning bir doniga o'xshaydi. U bir donni, bug'doyning donini agar eksangiz, undan 7 boshoq unib chiqadi va u har bir boshog'ida 100 tadan don tugadi. Demak, bitta doningiz 700 martaga, 700 barobarga ko'paydi. Alloh taolo yana buni bir necha barobarga ko'paytirishga ham qodir. Albatta Alloh taoloning xazinasi keng, uni karami keng bo'lgan zotdir deb Qur'onda shunaqa bir o'xshatish qiladi. Demak, bu yerda o'sha zakotni o'sish degan ma'nosi aynan zakot berilgandan keyin mol o'sar ekan. Payg'ambar alayhisalom alohida hadislarda qasam ichib aytadilarki, ma naqasa malun min sadaqa. Ya'ni sadaqa berishlik bilan molning zakoti chiqishlik bilan u kamaymaydi deb qasam ichib aytganlardi. Demak, bu zohiriy ma'noda kamaysa, misol uchun 10 dan birini bersangiz 9 qoldi deb kamaydi deymiz, lekin aslida u baraka kirgan bo'ladi u. Ya'ni uni o'sishligi, o'sha bir berib olganning o'rniga yana Alloh taolo 10 berishligini yaqin kelajakda shu yo'lida ziyoda bo'lishligini Payg'ambar alayhisalom qasam ichib aytyaptilar-da. Mana bu jihati bilan ham zakot molli ibodati, moliyaviy ibodat ekanligini anglash mumkin bo'ladi. Endi zakot albatta bu ham ibodat bo'lgandan keyin uni shartlari bor. Kim tomonidan, qachon, qanday tarzda amalga oshiradi degan masalalar turadi. Albatta har bir ibodat musulmon odamga farz. Dinimizda buyurilgan amallar borki, balog'at yoshiga yetgan musulmon odamga farz bo'lgandek, zakot ham o'sha musulmon odamning zimmasiga farz. Lekin alohida bu moliyaviy ibodat bo'lganligi uchun, o'sha molga tegishli bo'lganligi uchun endi moldagi sifatlar paydo bo'lishi kerak. Qaysiki ma'lum miqdorga yetgan bo'lishi kerak. Buni otini shariat tilida nisob deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir molning nisobini belgilab berganlar. Misol uchun mana bizda asosan zakot deganda naqd puldan zakot chiqaradi boylar, to'g'rimi? Naqd puli bor odamlar yoki bo'lmasam tillo, kumush, mana shunday taqinchoq, qimmatbaho narsalardan yoki bo'lmasam tijorat mollaridan, tijoratchilar tijorat mollarini qiymatidan zakot chiqaradigan bo'lsalar, demak mana shu mol turiga taalluqli bo'lgan nisobni Payg'ambar alayhisalom 20 misqol tillo deb belgilab qo'yganlar. Bu o'zgarmaydi. Endi biz hozirgi zamon o'zgarishligi bilan bizda o'lchovlar misqol asosida olib borilmaydi, balki kilogramm, gram o'lchov birligi, og'irlik o'lchov birligi shu asosda olib borganligi uchun endi biz uni
kilogrammga almashtirganimizda 85 gramm bo'lar ekan. O'sha davrdagi 20 misqol hozirgi o'lchovimizda 85 grammga tegishli bo'lar ekan. Tilla. Demak, mana shu 85 gramm tilla o'zgarmas molning nisobi. Kimniki mablag'i u tillo buyummi, taqinchoqmi yoki naqd pulmi yoki bo'lmasam tijorat molimi bo'lsa, ana shuning qiymati 85 grammning qiymati bilan teng bo'lsa, kamida mana shu odamda demak qo'lida nisob paydo bo'libdi. Qo'liga nisob miqdordagi mablag' bor ekan. Hozirgi kunda mana o'sha 85 gramm tilloni ham endi pulga chaqib, qiymatini baholab, asosan mana shu bilan zakot e'lon qilinadi. Uning nisobi O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi bu yilgi 85 gramm tillo bozor narxida o'rtacha 61 million 200 ming so'm ekanligini e'lon qildi. Bu endi tilloni qiymatini ko'p qiymatlashib, arzonlashishiga ham bog'liqda. Misol uchun o'tgan yili taxminan agar adashmasam 40 million atrofida bo'lgan edi. Mana 85 gramm. Qarang, bir yilda demak tillo narxi oshibdi. Balki u kunda ham o'zgarishi mumkin. Bu e'lon qilingan kunda 61 million 200 ming so'm bo'lgan bo'lsa, balki hozir undan ham qimmat bo'lgandir. Misol uchun bir necha 100 ming so'mga. Balki arzonlashgandir, 60 million atrofiga tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu bozorga qarab bo'ladi. Shuning uchun zakotni o'zi aslida o'sha boy odam, mana shu nisobga mablag'ga ega bo'lgan odam bugun men zakotimni chiqaraman desa, bugun bozorga tushish kerak edi. O'rganish kerak. Tilloni gramm nechi pul ekan deyish kerak. Hozir mana o'sha tilloni savdo qiladigan anaqalar bor, internetda ham bilish mumkin. Misol uchun bozorlarida bugungi kunda nechi pul? Qaysi tilla uni ham aytib qo'yishimiz kerakki, tilloni sof tillo emas. Balki unga qo'shilgan biz iste'molimizdagi o'sha buyumlar, taqinchoqlar yasaladigan, ya'ni unga 585 deb proba deyiladi. Demak, u 99 darajadagi emas, 999 darajadagi emas. Ya'ni u bizni asosan buyum, taqinchoq yasaladigan unga bir narsalar qo'shilganda 585 proba deyiladi. Mana shuni qiymati o'rganiladi bozorda. Nech pul shu? Bozorda mana demak, mana buncha ekan desa, ana o'shani demak 85 ga ko'paytiradi. 1 gramm mana falon so'm desa ko'paytiradi. Shuni chiqqan natijasi demak nisob bo'ladi. U har kuni o'zgarishi mumkin. Yo'q ko'payishi, yo'q kamayishi mumkin-da. Misol uchun hozir men O'zbekiston musulmonlar idorasi 61 million 200 ming so'm deb e'lon qilgan desam, boshqa odamlar tillachilar bo'lishi mumkin. Yoki tilla bilan shug'ullanadigan, borib ertasiga borib bozordan shuni so'raydiganlar bo'lsa, yo'q, kechirasiz, bu 63 million ekan-ku 85 gramm deyishi ham mumkin. Yoki 60 million ekan, yoki undan oz ham deyishi ham mumkin. Bu tabiiy holat. Chunki o'sha kuni diniy idora, fatvo markazi e'lon qiladigan kunida 61 million 200 ming so'm bo'lgan. Buni ham mana shu kunda deb yozib ham qo'ygan qarorida va o'rtacha deyilgan. Chunki baribir o'rtachasi olinadi-da, bir sim, ikki sim qimmatroq, arzonroq bo'lishi mumkin. Bozorlar har xil. Ya'ni aytmoqchimanki, hozir bu yerda juda ham batafsilroq kirishganimning sababi o'sha o'zgarmaydigani 20 misqol. Mana haqiqiy ma'noda o'zgarmaydigani 20 misqol. Haqiqiy ma'noda o'zgarmaydigani 85 gramm. Tamom. Endi shuni bozordagi narxi bugungi sal qimmatroq bo'lishi mumkin, ertaga arzonroq bo'lishi mumkin. O'sha zakot beradigan odam shu bugungi bozor narxini olib, shundan nisobini belgilaydi-da, keyin undan zakotini chiqaradi. Ya'ni bugun 60 million so'm bo'lgan bo'lsa, 60 million so'mi bor odam zakot berishi farz bo'ladi. Yo'q, bugun 62 million bo'lgan bo'lsa, 60 millioni bor odamga zakot farz bo'lmaydi degan gap bor-da. Gap shu yerda. Kimga zakot farz bo'ladi deganda, o'sha 61 million 200 ming so'm, undan kam 50 million so'm, 55 million so'm bor odamga farz bo'lmaydi, hali unga yetmadi, 85 grammga yetmadi degan gap bo'ladi-da. Bu misol uchun 2 kundan keyin o'sha 55 millionga ham tushib qolishi mumkin. O'sha kuni unga farz bo'ladi. Agar bir yildan beri turgan bo'lsa, o'tgan yili 40 million, 45 millionda zakot bergan bo'lsa, bugunga kelib bozor narxida qarasaki 85 gramm tilla 55 million ekan, qo'lida 55 million so'm bo'lgan odam, demak zakot berishi
shart. Yo, bu yil 61 million 200 ming so'm deb aytuvdi-ku. Mani qo'limda 5 million kam-ku deya olmaydi demoqchiman. Mana buni o'sha bozorga borish. Biz endi diniy idora odamlarni shunaqa vaqtini tejash uchun yoki ularga oson qilish uchun o'rtacha qiymatini e'lon qildi. Mana shu tomonda zakotga ilinadimi yo'qmi o'zi tekshirib olish kerak ekan. Kerak bo'ladi. O'sha Ramazonda masalan o'sha fazilati uchun odamlar ko'proq Ramazonda hisob kitob qiladi. Aslida bu tilla doim sotilyapti, doim bozori bor. Misol uchun Ramazondan oldin ilgari nisob qo'liga kirgan bo'lsa, demak Ramazondan oldin uning zakot berishligi vaqti kirgan bo'ladi, yili tugagan bo'ladi. O'sha yilda u qo'lidagi mablag'i shunga yetdi. Endi albatta aksariyat odamlar u 3 60 millioniga qarab o'tirmaydi, balki undan ko'p mablag'ga ega bo'lgan odamlar bor. Misol uchun o'zidan ma'lum uni qiymati, mol davlati qancha ekanligi. Bu endi eng chegarasini belgilab qo'yilgan nisob deyilmoqchi. Undan yuqori mablag'ga ega bo'lgan odam uni albatta bozorga, misol uchun 100 million so'mi bor odam tilla necha pul ekan deyishiga hojati yo'q-da. Biladiki, o'z-o'zidan u mablag'iga 85 grammdan ortiq tilla beradi. Tamom, shuni o'zi uni zakot berishga qodir yoki berish kerak bo'lgan odam ekanligini ma'lum qiladi. Xo'p, endi mana shu nisobga ega bo'lgan odam, demak 1 yil shu mablag'ga ega bo'lib turib va bu mablag'i o'zini hojatidan oshiqcha bo'lsa, ya'ni ro'zg'oridan, bola chaqasini yevdirib, kiydirib, ichirib, hayotiy o'sha ehtiyojlarini qondirgandan tashqari mablag' turgan bo'lsa, mana bu mablag'dan zakot beriladi. Mana bu mablag'dan zakot beriladi va o'sha zakotni qismi boyaga aytganimizdek, kambag'al muhtojning haqqi shundan 40 dan 1 yoki boshqacharoq aytsak 2,5% zakotga chiqarishligi farz bo'ladi. Farz bo'lgan qismi o'sha. Xohlasa undan ko'p ham chiqarishi mumkin. Xohlasa 2,5% emas, 3% chiqarishi mumkin. Misol uchun, farz bo'lgan joyi bor-da. Farz undan kam chiqarib bo'lmaydi. 40 dan 1 dan kamini chiqarib bo'lmaydi. Unda farz to'la ado bo'lmay qolgan bo'ladi. Undan to'liq kambag'allar haqqi chiqib ketmagan bo'ladi. Mana shu tomonlari ham, tafsilotlari ham bor. Balki bu narsalarni juda ham ilgari kengroq gapirmagandirmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha Alloh taolo, ya'ni umuman shariatimiz belgilab bergan chegara bor. Mana shu chegarani, o'sha qismini, haqqini chiqarib yuborsak, o'sha haqiqiy ma'noda molimiz poklandi, haqiqiy ma'noda uni zakoti chiqib ketdi. Uni bir qismini o'zimiz atab hammamchasidan bunchani beraman deydigan narsa emasda, o'sha belgilangan miqdordagi 2,5% yoki 40 dan 1 aniq. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha hisob kitob, matematika ilmini ham talab qiladi-da. Bu ibodatlarning hammasida ham shu baribir ilm bor. Inson bilish kerak. Mablag'ga ega bo'lgan odam uni hisob kitobini, xuddi tijoratda hisob kitobini yuritgandek, zakotini ham hisob kitobini yuritish kerak. Bundan qancha foiz bo'ladi, qancha foizi qancha chiqadi degan masalalar bilan, demak, o'shani tengma-tengiga olib kelib chiqarishi farz bo'ladi. Endi mana hozir kimlarga beriladi degan masala ham turadi-da. Biz bildik, o'sha nisobga yetgan mablag'dan falon miqdordagisi 40 dan 1 chiqib ketar ekan. Xo'p, endi kimga beriladi desak, o'sha jamiyatdagi eng quyi tabaqadagi kambag'al odamdan boshlanadi. Alloh taolo Qur'onda innamas sadaqatu lil fuqaro'i val masakin deb 8 toifani zikr qilgan bo'lsa, eng quyisidan boshlaganda, eng muhtojdan boshlagan. Ya'ni muhtoj deganimizda shu kundagi ro'zg'orlik narsasini kunda topadigan odam. Agar biz shunaqa odamni topib bersak, zakotni eng afzal joyiga bergan bo'ldik. Eng muhtoj odamni topib bergan bo'ldik. Yo unaqa narsa, unaqasi yo'q. Hammani ham uyida bo'lmaganda bir haftalik ro'zg'ori bor. Hech kim hozirgi kunda o'sha ko'chada yurib tilanchilik qilayotgan ham bugun tilanchilik qilib topmasa och qoladi degan joyi yo'q. Alhamdulillah, biz hozirgi zamonamizda ocharchilik davri emas. Yeyishga narsasi bor. Demak, unaqa o'sha eng quyi kunda agar tilanchilik qilmasa yeyishga narsa topa olmaydigan toifadagi odam yo'qmi? Demak, undan yuqoriroq. Misol uchun toifalarni bir chekkadan Alloh taolo Qur'onda sanab o'tgandek, faqirlar, miskinlar va mana shu zakotni yig'ishga
omil bo'lgan, ya'ni shu zakotni yig'adigan ishga mutasaddi qilingan, ya'ni shunaqa bir soha ham bo'lgan payg'ambar alayhissalom davrlarida. Shu qishloqlarga, shaharlarga, uzoq joylarga yuborib o'sha yerdagi odamlarni zakotini yig'ib qo'yishga odam tayinlaganlar. Bu bir sohani kishilari bo'lgan. Omil degan bularni borib shu zakotni yig'ib markazga olib topshirardi va shu qilgan xizmatiga payg'ambar alayhissalom unga oylik to'lardilar yoki bo'lmasam haq berardilar. Mana shu haqni beradigan haqni o'sha zakotdan ajratsa bo'ladi. O'shalar ham zakotdan yesa bo'ladi degan ma'noda. Balki u odam o'ziga to'qdir. Balki u odam zakot beradigan odam bo'lishi ham mumkin. Lekin shunga mutasaddi qilingandan keyin ishonchli odam, bundan boshqasi yo'q. Mana shu odam o'ziga to'q, xiyonat qilmaydi degan ishonchli odam bo'ldi, lekin o'zi ham zakot berishi mumkin. Mana shu odam ham zakotdan olishi mumkin ekanda. Muhtojligidan emas, u xizmat qilganligidan. Mana shu zakotni yig'ilishlikka xizmat qilganligi, xizmat haqqi uchun deb Alloh taolo uni qo'shib qo'ygan. Keyin o'sha paytlarda payg'ambar alayhissalom davrlarida endi islom endi rivojlanayotgan davri, atrofda g'ayri dinlar bor. Ana shular islomga endi kirishi uchun balki qandaydir turtki yetishmayapti. Qandaydir ularni rag'bati bor, ko'ngli moyil bo'lyapti-yu, lekin to'la to'kis qalbidan bir qanoat hosil qilib islomga kirmayapti. Mana bularni islomga jalb qilishga ehtiyoj bo'lgan o'sha paytda. Islomga kirishligiga ehtiyoj bo'lgan, musulmonlarning sonini ko'paytirishga zarurat bo'lganda ana ularga ham zakotdan berishligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Val muallafat qulubuhum deydi, qalblari o'sha ulfat bo'lib turgan, islomga moyil bo'lib turgan deganlarga ham zakot berilgan. Shu zakot turtki bo'lib ularning islomga kirishiga sabab bo'lgan. Lekin vaqt o'tib, islom keng yoyilgandan keyin, musulmonlar soni ko'payib, islom bir qandaydir bir quvvatga, qudratga ega bo'lgandan keyin Hazrat Umar davrlarida bu toifalarga zakot berishga endi hojat yo'q deganlar. Biz unaqa birovlarni islomga kirishligiga mablag' berib olib kirishlikka hojatimiz yo'q endi degandan keyin bu narsa amaldan qolgan. Keyingi mana hozirgi davrgacha demak g'ayri dinga berilmaydi. Faqat musulmon odamga beriladi. Musulmon odam zakotdan g'ayri dinga berilmaydi degan fatvo mana shu davrgacha kelyapti. Ana undan keyin yana jamiyatda qarzdor odamlar bor. Misol uchun qarzdor odam deganimizda u boyiga o'zini kundalik ehtiyojini qondira olmayotgan bo'lmasligi mumkin. Uni ro'zg'ori bor, bola chaqasini yediryapti, kiydiryapti, lekin kimdandir qarzi bor. Ana shu qarziga orttira olmayapti. Qarziga orttira olmayapti, lekin yeb ichishligida, kundalik turmushida balki o'zini ta'minlayotgandir. Oylik olyapti, ishlayapti, lekin orttirib kimdandir olgan qarzini to'la olmayotgan bo'lsa, mana bularga ham o'sha zakotdan berib qarzini to'lashlikka yordam bersa bo'ladi. Va fi sabililloh deydi. O'sha Alloh taoloni dinini xizmatida, Alloh taoloni ilmini o'qib yurgan, Alloh taoloni bir ibodatini, mana haj ibodatlariga borishga mablag'i yetmay qolayotgan, mana shunga o'xshagan kishilarga ham zakotdan bersa bo'ladi. Fi sabililloh degan toifani Alloh taolo kiritgan. Va yana bittasi qullar, mukotab qullar deyiladi. O'sha davrda quldorlik davri bo'lgan, odamlar o'zini xonadonida qul ishlatgan, bozordan sotib olib, kerak bo'lmasa sotib olib, shunaqa mato sifatida inson qul bo'lib foydalanilgan. Mana shunday qullar toifasi bo'lganki, o'zini hojasiga uni sotib olgan mablag'ni to'lash bilan o'zini qullikdan ozod qilish mumkin bo'lgan, shartnoma tuzgan hojasi bilan. Nech pulga sotib olgan bo'lsa, shu pulini agar sen ishlab topib olib bersang, men seni ozod qilib yuboraman degan kelishuv bo'lgan. Mana shunday qullarga ham zakotini berib, qullikdan ozod qilishlikka, zakotdan berishlikka islomning boshida demak ijozat berilgan. Mana Qur'onda o'sha zakotni oluvchilar qatorida bu ham zikr qilingan. Lekin hozirgi kunda quldorlik bekor bo'lgan, unda toifa yo'q, demak bu toifa ham jamiyatda qolmagan. Va yana bir toifa, 8-toifa borki, Ibn Sabil deydi. Musofirlar, asosan chet elda, vatanidan uzoqda, u yerda borib o'sha butun bor butidan ayrilgan, qaytib kelishga mablag'i yo'q. Balki uni vatanida
uy joyi bordir, mablag'i bordir, yetarli narsasi bordir, lekin u yerga yetib bora olmaydi. Vataniga qaytib borishga mablag'i yo'q. Ana ularga ham zakot berishlikka haqlikdek qatorida Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Biz hozir mana migrantlar deymiz-ku, xorijga ketgan, lekin u yerda qiynalib qolgan, kela olmayapti. Mana bularga ham zakotdan ajratib bersa bo'ladi. Mana bu toifalarni umumiy ma'noda biz o'sha zakot olishga haqdorlar deb aytamiz. Zakot bera olmaydi, zakot beradigan mablag'i yo'q, muhtoj toifalar borki, jamiyatda mana bularga demak shu zakotdan berilishi kerak bo'ladi. Asosan endi Ramazoni sharifda ko'proq bu masala ko'tariladi. Zakot berilishi masalasi, sababi Ramazonda qilingan farzga bir necha barobar ko'p savob beriladi degandek, asosan zakot beruvchilar ham o'zlari uchun shu Ramazon oyini zakot beradigan vaqt qilib olishganda, har yili mana shunga to'g'rilashadi. Bir yilda bir marta, bir yilda bir marta beriladigan bo'lsa, yilni boshi, yilni oxiri shu Ramazonda tugaydigan qilib qilingan. O'zi aslida o'sha Ramazondan tashqari paytda ham berish mumkin, qachonki o'sha vaqtda mablag' qo'liga kirgan bo'lsa. Misol uchun Ramazondan keyin bir odamning qo'liga nisob miqdori kirgan bo'lsa, keyingi yil o'sha Ramazondan keyingi o'sha vaqtda uni zakoti vaqti farz bo'ladi. Lekin oldinroq Ramazon kirganligi uchun, Ramazonda savobi ko'proqligidan foydalanib qolish uchun zakotni oldinroq ham berib qo'yish mumkin. Vaqtidan oldinroq berib qo'yish mumkin. Lekin vaqtidan kechiktirib bo'lmaydi. Bir yil to'ldimi, qo'lida mablag' bormi, uni zakotini chiqarish kerak. Zakot chiqarish deganda shuni tushunish kerakki, mana bugun bir yil to'ldi, men zakotimni chiqarishim kerak deydida, o'sha umumiy o'zini jamg'armasimi, mablag'imi, tijorat molimi, shuni qiymatidan 40dan birini yoki 2,5% ajratib, mana bu meni zakotim deb ajratib qo'yadi. Mana shu bilan zakot ado bo'ldi. Zakotni bu bajardi. Zakot amalini qildi. Faqat endi ikkinchi qismi qoldi, uni tarqatish qoldi. Kambag'allar. Uni endi yil davomida tarqatib berish mumkin. Aynan Ramazonning ichida bermasam zakotim o'tmas ekan deyilmaydi. Zakotni demak Ramazonda molini poklab oldi. Zakotini chiqarib, o'zini haqiqiy molini ajratib, zakotini ajratib qo'ydi. Endi uni bersa, Ramazon ichida nurun ala nur. Ihson qildi, yana boshqa qildi, lekin demak vaqti bilan yil davomida balki uni mablag'i chiqargan zakot ko'p bo'lishi mumkin. Yil davomida uni ozgina kimlargadir berib yurishi mumkin. Bu ham zakot o'taveradi bu tarzda bo'lsa ham. Ya'ni uni ikkinchi qismi tarqatish qismi qoldi. Mana shuning uchun demak zakot molni poklovchi deganda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha moldagi, boy odamning molidagi kambag'al, muhtoj yuqorida aytib o'tilgan o'sha zakotga haqdor bo'lgan odamlarning haqqini chiqarib egasiga berishlik degani. Demak bu faqatgina shu mol bilan, qaysidir miqdordagi mol bilan, qaysidir vaqt to'lgandan keyin qaysidir toifaga berishlik bilan bajariladigan ibodat hisoblanadi. Hozir mana siz misol keltirganingizni aksi bo'lsa-chi, masalan, shunga ham oydinlik kiritib ketaylik. Ya'ni Ramazongacha nisobga yetgan moli zakotini ajratdi Ramazongacha, lekin uni tarqatishni Ramazonda qilsa, o'sha savobga ilinadimi? Bu Ramazon saxovat, mehr muruvvat oyi dedik-ku. Albatta mana shu bergan sadaqati, ihsonni Ramazonda savobi ko'paytirib beriladi. Rahmat domla, ana endi ko'rsatuvimizning ikkinchi qismiga o'tsak, zotan mana shu bugungi mavzuyimizga doir bo'lgan savollar ham kelgan. Shulardan boshlasak, ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum domla. Men asalchiman. Asaldan ham zakot ajratilamadimi? U qanday hisoblanadi debdilar? Albatta, zakotning turlari ko'p-da. Mana ushul sadaqot deymiz. O'sha dehqonchilik, bog'dorchilik mahsulotlari, meva-chevalardan yoki poliz mahsulotlardan yoki dondun, bug'doy, mana bulardan ham zakot chiqariladi, lekin ularni vaqti ham, miqdori ham har xil. Hozir biz aytib o'tgan zakotdek emas. Ya'ni bularni ma'lum vaqtda pishib yetiladigan mahsulot bo'lgandan keyin o'sha pishgan, yetilgan vaqtida bularning zakoti vojib bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda mahsulotni yig'ib olganda zakotini beringlar deganda, demak o'sha mahsulot
qo'lga kiritilib yig'ib hosil yig'ishtirilgandan keyin demak uni zakoti vojib bo'ldi. Uni endi berish kerak kambag'alga. Qanchasi beriladi desa 10dan 1. Agarki o'sha mahsulotlar o'zi misol uchun haligi lalmi yerlar deymiz, bug'doylarda unga ishlov berilmasdan, suv yoki boshqa dori darmon bermasdan shunday ekib qo'ygani o'zi pishib yetilgan bo'lsa, buni kam xizmat, mehnat kam bo'lganligi uchun uni 10dan 1 qismi zakotga ajratiladi. Agar mehnat orqali suv olib kelindi unga yoki har xil ishlov berildi, insonning mehnati bilan yetishtirilgan bo'lsa 20dan 1 beriladi deyiladi. Demak, asal masalasi ham alohida o'sha molni turlariga kiradi. Bunda yig'ilgan, ya'ni o'sha qo'lga kiritilgan asal 5 vasaq bo'lsa deyilgan. 5 vasaq degani hozir 600 taxriban 700 kiloga yaqinlashib qoladi. Shundan 10dan 1 beriladi. Ya'ni ushur deymiz. O'sha 10dan 1ni zakotga chiqarish kerak bo'ladi. Tushunarli. Keyingi savol. Assalomu alaykum domla. Men savdo sohasida ishlayman. Nisobdan oshgan molim bor. Deyarli har kuni almashib sotiladi. Mol otamning ixtiyorida. Bunga zakot hukmi qanaqa bo'ladi? Otamga vojib bo'ladimi yoki mangami debdilar. Mol asosan kimniki bo'lsa o'sha zakotini beradi. Misol uchun farzandi otasini molini aylantiryapti. Asosiy mol egasi otasi bo'lsa, o'sha otasini bo'yniga zimmasiga lozim bo'ladi. Lekin farzandi undan vakil bo'lib, shu molini asosan aylantiruvchi, uni qiymati qancha, hajmi qancha ekanligini ham bilganligi uchun vaqti kelganda zakotini chiqarsa bo'ldi. Chunki u molni zakotida otasiga aytadiki, "Men molingizni zakotini chiqarib qo'ydim" deydi, kifoya qiladi. O'zi asli farzligi otasini, o'sha molni egasini zimmasiga farz bo'ladi. Agar u farzandi chiqarmasa molini, ota buning uchun qayg'urish kerak. Ota uni molini chiqarish kerak yoki aytish kerak. Molimni zakotini chiqarib qo'ygin deyish kerak. Assalomu alaykum domla. Biz uy qurib sotamiz. Ya'ni tijorat qilish maqsadida. Qurilib, ammo bitmay qolgan binodan ham zakot beramizmi dedilar. Albatta, u bitmay qolgan bino qaysidir mablag' qiymatga ega. Albatta, u qiymat hozirgi kundagi nisobga yetarli, balki undan ko'p. O'sha vaqti yili to'lgandan keyin buni shu kundagi qiymatini hisoblab turib zakotini chiqarish kerak. Xo'p, vaqtimiz bo'ldi. Ziyovuddin Rahimov savol yo'llagan ekanlar, shuni ham o'qib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Domla, men taravvuhga chiqyapman. Jamoat bilan taravvuhdan keyin vitr o'qiladi. Men tahajjud o'qisam ham vitr o'qishim kerakmi yoki vitrni qoldirib turishim kerakmi debdilar. Vitr eng oxirgi o'qiladigan namozda. Agar taravvuh 20 rakat jamoat bilan o'qigandan keyin yana o'zi qo'shimcha alohida nafl namoz, ya'ni tahajjud namozi o'qimoqchi bo'lsa, vitrni kechga surib turish kerak bo'ladi. Oxirida vitr namozi o'qish kerak bo'ladi. Rahmat domla, mana shunday to'liq batafsil javoblar uchun va albatta mazmunli suhbat uchun Alloh ilmingizga, umringizga ziyodalik bersin. Ko'rsatuvimizda ko'rishdan xursandmiz. Azizlar, ko'rsatuvimizning aziz mehmoni O'zbekiston Musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon domla Ishmatbekov bo'ldilar. Ularga siz nomingizdan ham rahmat deymiz. Alloh hammamizni qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Ertaga yana UzReport TV telekanalida Muborak oy suhbatlari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston Musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.